Assalomu alaykum kanalim obunachilari va bugungi kanalimda mehmon bo'lib turganlar. Bugungi videoda sizlar uchun klassik shimlarni, ayollarniki, erkaklarniki farqi yo'q. Aynan shu shimlarni tekini to'g'ri usulda qanday qilib kesishni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, birinchi shimlarni qanaqa o'lchashni ko'rsatib o'taman. Mana bu yon chokiga, poyisini tugagan qismiga santimetrli lentani qo'yamiz. Bo'sh qo'ygan holatda kerakli uzunlikni o'lchab olamiz. Mijoz ustida ham xuddi shu tarzda o'lchab olinadi. Bu shimimizning kerakli uzunligi, ya'ni kerakli uzunligidan 1 cm tepaga chiqib o'lchadim, chunki shimni tizza qismi kiyilgan paytda yig'ilib qolmasligi kerak. Oddiy paytda shimni bor uzunligi o'lchab olinadi, lekin bizda mana shu sababli shim uzunligida ozgina o'zgarish bo'ladi. Belgilangan joydan tekis qilib to'g'ri chiziq chizib olamiz. Mana bu orqa taraf, bu esa oldi taraf. Orqa tarafdan mana shu chizig'imizdan 1 cm o'lchab belgi qo'yamiz va buni oldi tarafdagi chiziq bilan birgalikda birlashtiramiz. Endi chizgan chizig'imizdan 6 cm ga chok haqqi uchun chiziq chizishimiz kerak. Ana shu chok haqqini belgilab olamiz. Agar kim xohlasa buni tekis qilib chizishi mumkin. Buning uchun birinchi chizgan chizig'imdan o'sha 6 cm, agar podrastkoviy bolalar bo'ladigan bo'lsa 7 cm, 8 cm, maksimum 8 cm gacha chizish mumkin tekis qilib umuman olganda. Lekin menda hozir bu usulni ko'rsatib bera olmayman. O'zingizlarning xohishingizga qarab u usulda ham tiksa bo'ladi. Mana chizib oldik. Endi mana shu chiziqlarimizni tek tarafiga ham ozgina belgi qilib o'tkazib olishimiz kerak. Undan keyin esa kesib olamiz. Mana bu chiziqlarimizni orqa tarafiga mana belgi qilib oldim. Endi bularni ham chizib olishim kerak. Va mana bu tarafidan ham 6 cm o'lchaman. Buni orqasiga ham 6 cm o'lchaman. Mana shu chizgan chiziqlarimni, hozir birinchi bo'lib overlock qilaman. Overlockdan keyin mana shu chiziqlarimni qayirib turib, bunisini ham mana bunaqa qilib qayirib turib, dazmol qilib olamiz. Mana dazmol qilib oldik. Mana bu yon choki, bokovoy chok deyiladi. Mana bunisi esa ichki chok, shagavoy chok deyiladi. Ichki chok desam ko'pchilik tushunmasligi mumkin, shuning uchun aytib o'tibman. Buni orqaga qayramiz va mana shu ichki chokidan, ya'ni shagavoy chokdan boshlab turib, qo'l nina yordamida mana bu ko'rinishda tikib olamiz. Tikayotganimda e'tibor bersanglar, mana bu qayrilgan tarafidan bemalol ninani kirg'izib olganman, lekin shimni ustki tarafidan 2 dona ipini ninaga ilib chiqibman. Agar undan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, orqaga chokim ko'rinib qoladi. Shuning uchun 2 dona ip yetadi. Mana strelka chizig'imizga ham yetib keldik. Bu joyga kelganda orqasida ko'proq yig'ilish bo'ladi. O'sha paytda yon chok tarafidan tekislab kelib turib, o'sha strelkani hammasini orqaga olib turib, shunchaki o'tib ketish kerak bo'ladi. Bu yerda boshqachasiga yo'l yo'q. Tikayotganda esingizda bo'lsin, ipni unaqa qattiq tortib bo'lmaydi. Iloji boricha bo'shroq tikish kerak, chunki
odam harakatlanganda shimdagi o'sha choklar nozik olinayotgani uchun yirtilib ketishi mumkin, ya'ni tikilgan joydan so'kilib ketishi mumkin. Shuning uchun harakatga ham mos ravishda sal bo'shroq tikish kerak. Mana birinchi oyog'ini tikib oldik. Endi ikkinchi oyog'ini ham xuddi shu ko'rinishda tikib olinadi. Mana tayyor bo'ldi. Boya tikkan choklarimizni hech qaysi ustki tarafga o'tmagan. Mana bu ichki tarafi. Klassik shim hech qachon mashinada bostirib tikilmaydi. Esingizda bo'lsin, u har doim qo'lda tikiladi. Kley yopishtirishni ham maslahat bermayman. Kleylar har doim yuvilgan paytda ko'chib ketadi va dazmol qotganda, dazmolinglar parvi dazmol bo'ladigan bo'lsa, hech qachon doka bilan ustidan dazmol qilmanglar, chunki overlogini izi tepaga chiqib qoladi. Parri o'zida ehtiyotkorlik bilan dazmol qilish kerak. Shuning uchun parli dazmolinglarni asosan parida yengilgina bosib turib dazmol qilinadi. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, savollaringiz bo'lsa. E'tiboringiz uchun hammangizga kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha